1%dan 10%gacha ham qanchalik jahlingiz chiqardi agar men $200 pulimni shirinlikka ketkazsam? 100% jahlim chiqardi. $200 ga ham shirinlik yeydimi? $1 ga ham shirinlik yeyishini xohlamayman, chunki shirinlik zarar. Qanchalik jahlingiz chiqardi agar men 35 yoshimda erga tegsam? Вообще nельзя такое, mumkin emas. Yo'q. 100% ga hech qanaqa. Rozi emasman. Qanchalik jahlingiz chiqardi agar men 2 yildan keyin 15 kunga o'rtoqlarim bilan sayohatga ketsam? Nima voy bu 2 yildan 15 kunga keyin nima bor? 2 yildan Erga tegindek, yana qayerga ketsang keturgin ering bilan. O'rtoqlarim. voy o'rtoqlar O'rtoqlaringga mana ering ruxsat bersa ketur ana. Mana между прочим 40 yoshimdan keyin chiqqanman o'rtoqlarim bilan. Ular ham 30 yilga o'rtoqlarim edi. Qanchalik jahlingiz chiqardi agar men qoshimni tersam? 9% ga. O'zingiz tergansiz oldin yoshligingizni men bilaman. Sen yoshingda men qoshimni termaganman, xo'pmi? Так что senga ham Baribir xohlamasdim. termayman. Qoshing chiroyli. Da, baribir termayman. Qanchalik jahlingiz chiqqan bo'lardi agar men Besprosa pulinglarni olsam, 100 ming so'm Besprosa olsam? Jahlimiz chiqmasdi. Keyin yetarding-ku, bo'lganingdan keyin oldim desang, agar pismayib olib, keyin qaytarib bermasdan yo bizga yetmaganingda o'g'ri bo'lib qolarding. Ana. Qanchalik jahlingiz chiqardi agar tatuirovka o'tirsam? Hech qanaqada, hech qachon. Yo. Nima qilibdi? Yo. Babichka mashinamga qidirsam. Adindan yerding degan kalding. Adam o'zlaridan bor bilasizmi? Hamma bilish shart emas. Endi bilishadi.